Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimiz mavzusi dolzarb mavzulardan bo'lgan, ko'pgina bugun munozaralarga sababchi bo'ladigan qo'shxotinlik mavzusi va mana shu mavzu bo'yicha bizni studiyamiz mehmoni advokat Xonnamir Mirtojiyev bo'ladilar. Xonnamir aka, xush kelibsiz studiyamizga. Bunga mavzuyimiz mana shu jamiyatimizdagi og'riqli nuqtalardan biri bo'lgan, ya'ni yechimsiz mavzulardan biri qo'shxotinlikdir. Mana shu hozir davlatimiz rahbari tomonidan ham mana shu illatga qarshi juda katta chora-tadbirlar olib borilishi ko'zda tutilyapti. Nilufar, to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatdan ham 3-mart kungi majlisda prezidentimiz bu masalaga alohida urg'u berib o'tib ketishdi. Ya'ni qo'shxotinlik ayniqsa Toshkent shahrida deb ko'rsatishdi va nima bilan jazolanishi mumkinligi to'g'risida alohida nuqta berishdi va buning oqibatida mo'llalarga nisbatan ham javobgarlik kuchaytirilishi haqida va bular ishlab chiqarilayotganligi haqida bildirib o'tib ketishdi. Endi haqiqatdan ham hozirgi vaqtda jamiyatimizda bu muammo deb aytamiz. Sababi ilgaridan ham bor, lekin ko'zga ko'rinmaydigan og'riqli nuqtalarga aylanayotgan muammolardan biri bu qo'shxotinlik. Sababi qo'shxotinlik deganda to'g'ri tushunishimiz kerak, doimiy ravishda ham qo'shxotinlik holatini aynan huquqiy nuqtai nazardan bog'lash imkoniyati yo'q. Ya'ni jinoyat kodeksi belgilagan qo'shxotinlik bilan hayotdagi qo'shxotinlik umuman keskin farq berishi mumkin. Misol, jinoyat kodeksida aniq bir tom ostida hayot kechirish, umumiy xo'jalik yuritishda belgilangan bo'lsa, hayotda unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni boshqa joylarda yashashi mumkin. Qanaqadir o'zlariga sharoit yaratishlari mumkin. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Bu hozirgi vaqt, kelajakda hozir bilinmasa-da, kelajakda huquqiy oqibatlar tug'diradigan holatlardan biri. Yana bitta, endi o'zimning pozitsiyamda tushuntirib o'tib ketishim kerak. Hamma aytadi, siz o'zingizning fikringiz qanaqa, yurist sifatida fikringiz qanaqa, hayotda, misol uchun turmush o'rtog'i sifatida. Nuqtai nazarimdan qo'shxotinlik bu sal oila uchun og'ir zarba. Oila uchun, farzandlar uchun, ularda tarbiyasi uchun, yana bitta narsa, biz bu narsani men juda ko'p oilaviy masalalar bilan shug'ullanamiz. Men advokaturamda aynan fuqarolik, iqtisodiy jinoyat yo'nalishi bor va mana shu fuqarolik yo'nalishi bo'yicha ko'p holatlarda men o'zim qatnashishimga to'g'ri kelib qoladi. Odatda bolalar tazyiqqa uchraydi. Yana hozirgi paytda juda mashhur bo'lib ketgan bullying. Yana dadangning ikkinchi xotini bormi? Sizlarning qanaqa yashaydi? Ortiqcha savollar bolaning hissiyotlariga ta'sir qiladi. Bolaning psixikasiga, ruhiyatiga, kelajagiga, dunyoqarashiga, hammasiga ta'sir qiladi. Va eng yana bir nima deydi? Qattiq mana shu bolalarni ongiga zarba beruvchi, ayniqsa ikkinchi xotin oilasida tug'ilgan farzandlar tan olinmaydi va ularni hattoki jamiyatda mana shu meni dadam deb ko'rsatishni ham ayrim paytlari ana shu oila qurgan erkaklarimiz ya'ni taqiq beradilar. To'g'ri. Yana bitta e'tiborli jihati bu sxema qanday qurilganligiga bog'liq. Misol uchun, kimdir ikkinchi turmush o'rtog'idan tug'ilgan farzandni farzand sifatida tan oladi, boradi, ariza beradi va farzandim deb ko'rsatadi. Bu holatda huquqiy oqibat umuman boshqa, ya'ni u merosxo'rlar qatoriga qo'shiladi. Lekin odatda buni nafaqat o'zi oiladan yashirish holatlari bo'ladi. Ular nima qiladi? Ko'pgina hollarda yashiriladi. Ko'p holatlarda aytiladiki, yolg'iz ona sifatida ro'yxatdan o'tib, men ta'minotingni qilib beraman deydi. Ya'ni ona yolg'iz otasi grafasiga o'zi o'ylab topgan yoki otasini ismi yo boshqa tillarda qo'yadi. Otasi aynan haqiqiy biologik otasi bo'lmaydi. Bunday holatda meros muammosi yuzaga keladi. Mana shu ikkinchi oilada vujudga kelgan yoki tug'ilgan farzand endi o'zi nafaqat ruhiy tomondan qisilgan, endi kelajakda otasiga bo'lgan nisbatan, ya'ni otalikdan qoladigan, hamma uchun tabiiy qoladigan meros huquqlaridan ham mahrum bo'ladi. Uni bizda bu muammolar juda keng. Biz endi oqibatlarini biz nima to'g'rilashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni oradan vaqt o'tgandan keyin buni tushunib qolgan ikkinchi ayol aytadi, iltimos, bolam hech bo'lmasa merosga qanaqadir umidvorligimiz bor, yo tan olish. Merosga yetib borguncha hattoki nafaqa masalalari turibdi Xonnamir aka. Hattoki u ayol nafaqa olishga ham haqqi bo'lmaydi.
nafaqa ya'ni aliment nima deyiladi aliment? Aliment aynan to'g'ri aytyapsiz. Bu aliment ololmaydi. Shuning uchun murojaatlarda asosan aytadi, bizga otaligini belgilab, aliment to'ndirib bering deb murojaat qilishadi. Ya'ni ikkinchi oilaga nisbatan munosabat keskin farq qiladi. Shunda alimentga berish uchun aynan shu hozirgi holatda misol farzandni oddiy yashash uchun imkoniyatdan bittasi bu aliment bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hayotda qiyinchilik qanaqadir moddiy ta'minot sifatida aliment bo'ladigan bo'lsa, aliment to'ndirish uchun endi otani belgilashimiz kerak. Otani sud qarori bilan belgilatganimizdan so'ng endi aliment huquqi vujudga keladi, farzand sifatida e'tirof etiladi. Bo'lmasam bo'lmaydi. Endi bu holatlar eplab qanaqadir hayot jarayonlari yillar davomida bunga chidab ikkinchi ayol bo'lgan odam qanaqadir hayot tarzini davom ettiradida, vaqti keladi, Xudoning qudrati bilan birinchi o'sha otasi o'tib qolsa, endi yo'l berk. Uni otaligini isbotlab bo'lmaydi. DNK har qanaqa ekspertiza bilan ham aynan shu farzand, shu insonni farzandligini davomchi sifatida umuman e'tirof etilmaydi. Bo'ldi, endi buning hayoti otasiz farzand sifatida davom etadi. Mana shu nafaqat bolalar tarbiyasiga, psixologik holatiga, balki ayollarga ham bu narsa ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Chunki ayollar juda ham nima deydi, nozik xilqat deymiz. Ya'ni bu narsani qabul qilishga tayyor emas hech qaysi bir oiladagi hech bir ayol. Ular nafaqat bolalarni, o'sha farzandini tarbiyalashga, balki o'sha emotsional holatda sog'liqlarini yo'qotilishi, o'sha oilada nosog'lom vaziyat vujudga keladi. Har qanday oilada ikkinchi oilani, ya'ni qabul qilish hozirgi menimcha rivojlanayotgan bir bizni jamiyatimizda hech bir ayol va hech bir oila ikkinchi oilani qabul qilmaydi. Kelgusida biz demokratik, butun zamonaviy hozirgi taraqqiyot qiluvchi g'arb davlatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, biz andazani ulardan oladigan bo'lsak, unda monogamiya, ya'ni bitta oila tushunchasi yacheka o'zi aslida bitta er, bitta ona, turmush o'rtoq ayol va farzandlardan iborat deb tushuniladi. Biz agar buni davlat sxemasida shunday ko'rayotgan bo'lsak, bu shunday davom etishi kerak deb o'ylayman. Va meni o'zimni shaxsiy amaliyotimdan kelib chiqib, men hali bunaqa qo'shxotinlik yoki bir nechta xotin bilan yashab ketgan insonlarni kelgusida oqibatlarida yaxshi natija bilan tugaganligini kamdan kam ko'rganman. Ya'ni ko'rmaganman desak ham bo'ladi. Mubolag'a bo'lmaydi. Unaqa haligi endi aniq bor bir ikkita haligi nimalar, lekin keling protsent darajasida, foiz darajasida juda kam deb aytaman. Men misol uchun mana bir oilani, endi o'zimga yaqin insonlarni 20 yildan buyon kuzataman, qanaqa ketayotganligini. O'sha bir xil uy, bir xil sharoit yaratgan holatda ham oxir oqibat mana ikkala oilaga ham turmush o'rtoq bo'lmadi, iloji yo'q va aynan ikkala oiladagi muammolarni hal qilaman deb asosiy tadbirkorlik faoliyati xudo nima qilishga to'g'ri kelib qoldi. Chunki bitta oila bitta muammo, ikkita oila ikkita muammo. Ayniqsa ikkita oila bir-biri bilan talashib tursa, bu 3 ta muammo. Agar yana bolalar qo'shiladigan bo'lsa, endi bu 3 ta emas, bu endi 10 ta muammo. Global muammo. Katta muammo. Sizda asosiy fokusirovkangiz, ya'ni kelajakka qarayotgan vaqtingizda asosiy ishingiz oilada haqiqat o'rnatish bilan o'tib ketadi. Bolalarga ta'lim berish, bolalarning kelajagini yaratish, ya'ni bolalarni o'sha bir nima desam ekan, nafaqat psixologik holati, balki ularni o'sha aql idroklarini bir ta'lim olishga yo'naltirish o'rniga bitta oila ana shu janjallar ostida qolib ketishi aniq kafolatlangan bu holatda. Endi yana bitta narsa bor, biz bilmaymiz kelajagimiz qanday bo'ladi. Hamma o'zi bo'y, men o'zim bo'y yashayman, kelajakda farzandlarim ham yaxshi bo'ladi deydi, lekin esdan chiqarmaslik kerak, sizni farzandingiz ham andoza sifatida shablon mukammal oila sifatida ota-onadan o'rnak oladi. Shablon ota-onadan quriladi. Ya'ni ota-onada bitta oila bo'lgan bo'lsa, ya'ni farzandlar ham xuddi shunaqa tipda oila quradi, oila davomiysi. Ota-onada ikkita oila bo'lgan bo'lsa, kelajakda bu ham arifmetik progressiya taqdiri sifatida bu muammolarni vujudga keltirib beradi baribir, iloji yo'q. Buni oqibati doim ham yaxshi emas. Bular dushmanlik, bir-biriga haligi nizo, janjal. Juda oqibatlari keng. Buni hozir sanaydigan bo'lsam, juda keng kamroq oqibatlarga olib keladi. Masalan,
Misol tariqasida mana birinchi oila bilan ikkinchi oilani orasidagi nizom meros masalasida emas. Ota uchun Merosga borguncha. yo'q, borguncha. Ota uchun, ota e'tibori uchun kurash. Doimiy ravishda ikkita ayol, ikkita farzand, uning farzandlari. Mayli, men tushunaman. Agar bitta oilada farzand bor, ikkinchisida farzand yo'q oila bo'lsa, unda ham hali ham nima? Ayollar bir-biri bilan. Lekin ayollarda o'zaro ustidan yozuvlar, arizalar, bu nimani muammoni aysbergda tepa qismi. Pastidagi zimdan ketadigan janjallar, talashlar, bular hammasi albatta oqibatlar keltirib chiqaradi. Qo'shqotillikka doim ham erkaklar aybdor. Mana bu kerak mana shu nuqtai nazardan. Nima sababdan? Sabab ikkinchi ayol nimaga savol bersa, ayol nimaga erkak kishiga siz turmushingiz bormi desa, oilangiz bormi desa, ha degandan keyin ham shu munosabatga ko'nib yashaydigan ayollar nechta bor? Ya'ni biz qarsak qo'ldan chiqadi. Erkaklar mayli, xo'p, ta'minotchi, pul topuvchi, qanaqadir e'tibor berib taklif qildi. Lekin bilasizmi, ta'minot qila olmagan erkaklar ham ayrim zamoni mana shu illat sari qadam tashlashyapti-da, eng achinarlisi shu. Meni fikrim qanaqa edi? Biz balki faqat erkaklarni tarbiya qilayotgandirmiz. Balki biz jamiyatimizda ayollarga ham buni qanaqadir ongli yo tushunchalar berish orqalimi, qanaqadir oilali erkak bilan munosabatga kirish doim ham yaxshi oqibatlarga kelmasligi haqida ko'proq tushuntirsak, pallani tarozi pallasi sal ancha nima qilarmidi, tenglasharmidi? Xonadam aka, bugun ko'rsatuvimizdan maqsad umuman oz bo'lsa-da insonlarimizda mana shu huquqiy madaniyatni oshirish. Ya'ni nafaqat bitta erkak yoki ayol bu illatlarga sababchi, balki mana shu illatlarni bartaraf etib, shu biz bugungi shu mavzuyimizda, bugungi suhbatimizda bilan oz bo'lsa-da insonlarni, ya'ni shu huquqiy madaniyatlarni oshirish, ularga hech bo'lmasa oz bo'lsa-da o'zi shu ma'lumotlar yetkazish, buni oqibatlari yaxshi emasligini biz ham bir nima deydi, oz bo'lsa-da o'zimiz hissamizni qo'shaylik deb sizni taklif qildim. Umuman mana shu narsaga qadam tashlayotgan erkak va ayol. Nuqtai nazardan to'g'ri aytyapsiz. Hech qanaqa haqiqatdan ham bu qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Bizda balki mana shu biz berayotgan huquqiy ma'lumotlarning oqibatida ayollar ham o'ylab ko'rishar. Chunki doimiy ravishda moddiy ta'minot bu kelajakda yaxshi bo'ladi degani emas. Misol mezalyans deydi, ko'p nimalarda mezalyans deb aytiladi chet elda. Ya'ni misol 40-50 ga kirgan nima bilan kishi bilan 18 yashar ayol, hali yosh, u o'zini tengini ham topishi mumkin. O'zi shunday ham baxtli bo'lish imkoniyati bor. Uni albatta turmushi bor, oilali, boyligiga uchib oila qurish bu noto'g'ri. Ya'ni moddiyatga qarab qilingan harakat doimiy ravishda ham ruslarda yaxshi maqol bor. На чужом счастье не построишь. Ya'ni birovni baxtsizligida baxt qurib bo'lmaydi. Balki mana shu nuqtai nazardan qarash kerakdir. Ayollar ham hozirgi vaqtda misol bemalol imkoniyat bor, o'zini tengi, o'zidan qanaqadir yosh oiladan xoli bo'lgan erkaklar bilan turmush qurish imkoniyati bor va eng asosiysi qonuniy turmush qurish imkoniyati bor. Mana oxirgi men bir yaqin 3 yil, 4 yil ichida kuzatadigan holatlarimdan bittasi hozirgi vaqtda turmushga oddiy mana ajrashib bo'ldi. Oila har xil sabablarga ko'ra ajrashadi. 1 yil, 2 yil yashagandan keyin ajrashuvlar juda ko'p. Bular endi keyingi nimaga qizga yoki oila quraman deb kelinga boradigan bo'lsa, hozir ajrashganlik to'g'risida nima so'rashyapti? Qaror yoki hujjat so'rashyapti. Chunki ota-onalar ham farzandlarini o'ynash holatiga, ya'ni yengil muddatli munosabatlarga kirishni xohlamayapti. Ularda ham talab oddiy bo'lib qolyapti. Aytadiki, ajrashganligi to'g'risida hujjatni olib keling, marhamat qizni oling, olib keting, nikohdan o'tkazdiring. Ya'ni ZAGS idorasidan o'tkazdiring, rasmiy. Chunki bu shundagina ikkala taraf ham munosabatlarga jiddiy qarashni boshlaydi. Norasmiy munosabat, oddiy faqat hozirgi paytda shar'iy nikoh deb aytadigan holatimizda bo'lsa, yigit kishini fikrida bir og'iz so'z bilan begona bo'lib qolamiz.
ertaga 3 oy 4 oy yashagandan keyin qizingiz yoqmadi. Nima qilib qanaqa yo'li bor? Qanaqa himoya mexanizmi borki, qizni himoya qilish uchun. Mana sen 3 oy 4 oy bu birovni guldek o'stirgan farzandidan foydalangan bo'lib qoladimi? Shu nuqtai nazardan qarash kerak. Bu noto'g'ri. O'shaning uchun hozir jamiyatimizda ongli ravishda hamma oila qurishga birov sovchilikka keladigan bo'lsa, albatta so'rashyapti. Qonuniy ajrashgan hujjatingiz bo'lsa marhamat beramiz. Ya'ni prezidentimiz aytayotgan qo'lida ZAGS qog'oz ajrashganlik to'g'risida hujjati bo'lsa, yo ZAGSdan o'tganligi to'g'risida hujjat bo'lsa, shar'iy nikoh o'qinglar degan fikri bilan hamohang bo'lyapti. Talab bir xil. Jamiyatimiz aynan mana shu yo'ldan yuradigan bo'lsa, menimcha muammo bo'lmaydi. Ya'ni oila qurmoqchimi? Marhamat, qonuniy yo'li bilan munosabatga kirishinglar. Hech qanaqa oqibat bermaydi. Faqat yaxshilik bilan tugaydi. Va siz ikkinchi odamni oldida javobgarligingizni his qilasiz. Sizni endi shar'iy emas, haqiqiy turmush o'rtog'ingiz, u uyingizda nimasi, xo'jaykasi, iloji yo'q, o'sha birga yashaysiz, siz unga ishongan insoningiz bor, farzandlarni bo'lajak farzandlarni onasi va kelajakda siz kamida 10 yil, 20 yilga reja tuzasiz. Hozirda unaqa emas-ku. Shar'iy nikoh qisqa muddat ko'rishdi. Bu mana shar'iy nikoh o'zi aslida bu juda bir zo'r ne'mat. Faqat uni ko'pchilik noto'g'ri qo'llayapti, talqin qilishyapti. Ya'niki nima deydi, endi hozir juda qo'pol bo'lib qoladi. Yashirin munosabatlarni qonuniylashtirish. Odamlarning ko'zini oldida yashirin munosabatlarni qonuniylashtirib olyapti. Aslida unaqa bo'lmaslik kerak. Aslida shar'iy nikoh bu o'sha o'zimizning din bo'yicha yashirin munosabatlarni qonuniylashtirish emas, balki o'zlari uchun shar'iy qilib, qonuniy tus berishga harakat qilish, ya'ni atrof jamiyat uchun tan oldirish. Tan oldirish. Mana bu meni xotinim deb bemalol bu kim bu deysa, ayolim, sizda ayolingiz boshqa edi-ku, bu ikkinchilari. Biz shar'iy nikohdamiz deyish bilan berkitilyapti. Lekin keling, statistikani ko'ramiz. Aynan shunaqa munosabatlar qancha davom etyapti? Unaqa uzoq emas. 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yil. Bu qarz qaysi tomondan kelib chiqadi? Qarsak qaysi tomondan kelib chiqadi? Kim boshlaydi qarsak qilishni? Ayol kishimi, erkak kishi? Ham erkak, ham ayol. Hozirgi paytda ishi zo'r, yaxshi rivojlangan, pul bor, hamma imkoniyat bor, ikkinchi xotin bor. Ozgincha vaqt o'tgandan keyin birinchi oilaga ham pul yetmay qoladi. Hamma yo'q tinch bo'lgan holatda ham yetmay qoladi. Endi nima qilish kerak? Ikkinchi ayol, shar'iy nikohdagi ayol huquqsiz mavjudot sifatida uni sekin voz kechish, ya'ni balast deydi, tashlab yuborish. Endi buni teskarisi ham bor. Jamiyatda buni teskarisi ham bor. Ya'ni ayol kishi ta'minot zo'r bo'lmay qolgandan keyin endi ikkinchi ayol bunga yelkadosh bo'lib turishni xohlamaydi. U o'zini nuqtai nazaridan yaxshi yashash kerak. Mana kvartira qildirib oldi, mashina qilib oldi. Endi unga erkakni, agar muammoli erkakni kerak yo'q, undan qutulish yo'lini qidiradi. Ya'ni bu nimalar qum ustida uy qurish bilan teng. Doimiy ravishda perikos, ya'ni qishish beradi. Tekis ishlab turishning imkoniyati yo'q. Bu munosabatlar mana shunaqa munosabatlar. Biz hozirgi paytda mazzani ichida mana hayotni yaxshi, go'zal shaklida biz muammolarni eslamaymiz. Ertaga kelajakda vujudga keladigan muammolarni eslaymiz. Lekin keling, eslik mana uzoqqa borish kerak emas. O'zimizning jamiyatimizda bo'ladigan holatlar. Aynan mulk talashish masalasi bo'yicha padarkushlik holatlari ham yuz bergan. Ya'ni ikkinchi xotinning farzandi merosxo'r bo'lish uchun metrikasi qilingan, hamma yo'q qilingan, tan olingan farzandlik. Endi meros uchun urushgan holatlar ham bor. Bunaqa holatlar juda nima beradi? Ya'ni rezonans beradi, iloji yo'q. Bu jamiyatda buni kengayishi bizda odatda hamma taqlid usuli bilan yashaydi. Demoqchisizki, mana shu qo'sh xotinlikning oqibati hattoki og'ir jinoyatlarga ham olib keladi. Olib kelishi mumkin. Muammo. Bu hozir siz boshida o'sha mavzuni ko'targan vaqtingizda aytgan nuqtaga aylanib keldik. Bu yechimsiz, qonuniy yechimga ega bo'lmagan, lekin jamiyat uchun og'ir mavzu va muammo. Lekin hozir bu qonuniy yechimi yo'q. Shuning uchun hamma prezident, hatto prezidentimiz e'tibor berishyapti. Shuni qanaqadir yechimini topinglar deyishyapti. Jamiyatda og'ir kelajakka ta'sir qiluvchi narsa omillardan bittasi hisoblanadi.
mana yosh yigit va qizlarimiz bekorga aytilmaydi, masalan surishtirib turmush quringlar, yana shunaqa holatlar bo'lganki, birinchi oilasidan ajralmasdan turib oddiy bir nima deydi, yigit so'ziga ishonib ham ikkinchi oilaga qadam tashlab qo'ygan yoshlarimiz ham borda. Shuni yoshlarga ko'proq mana shunaqa illatlardan uzoq yurish uchun, mana shunaqa holatlarga tushib qolmaslik uchun o'zlarini huquqiy ya'ni himoya qilishlari uchun nimalarga e'tibor berishlari kerak? Endi albatta bu jamiyatda huquqiy ongini o'stirish orqali erishiladi. Ya'ni hamma o'zini huquqlarini bilgan holda harakatlanadigan bo'lsa, oddiy qoida bor huquqda. Sizda huquqingiz tugagan joyda boshqa odamning huquqi boshlanadi. Har safar shu. Qoida oddiy. Lekin bizda bu narsalarni huquqni bilmaydi va huquqdan foydalanishni bilmaydi. Yoshlar juda ko'p hoy-havaslar, surishtirmaslik. Mana ilgaridan o'z ota-bobomiz qanday bo'lgan? Yetib shuni surishtirgan kim ekan, uylangan, uylanmagan, uylangan bo'lsa, nima sababdan ajrashgan? Mana shu narsalarga e'tibor berardi. Hozirda unaqa emas-da, munosabatlar erkinlashib ketib qoldik. Telefon chiqdi, hamma bir-biri bilan telefon orqali tanishadi. Mana shuni oqibatida hatto jamiyatimizda, bizning jamiyatda emas, umuman butun dunyoda aynan semeyniy moshenniki deymiz, ya'ni oila qurish usuli bilan firibgarlik qiladiganlar paydo bo'lib ketdi. Qanaqasiga? Oila bilan munosabatga kirishadi, men uylanaman deydi. Uylanish jarayonidayoq pullar olinadi, bu kelajak kuyovimiz deb mashinalar beriladi. Mana yaqinda nimaga uzoqqa borish kerak emas, rezonans bergan Sanjik teshi holatida ham aynan shu orqasidan oqibat paydo bo'ldi-ku. Bu turmush o'rtoq hali munosabatga kirishib ulgurmagan odamga uylarda soat qizdirish, zalogga qo'yish. Mana shular hammasi biz kutilayotgan holat bilan haqiqiy holatga to'g'ri baho bermaslikdan kelib chiqadi. Ya'ni biz doimiy ravishda kutadigan narsamiz 10 bo'ladi, haqiqiy holat 2-3 ga ham tortmaydi. Mana shunga to'g'ri e'tibor berish va bu esa albatta ota-onani ham vazifasini kuchaytiradi. Ota-ona bu masala kimga farzand beryapman, buni kelajagi qanaqa, buni orqasi qanaqa deydigan holatlar ham juda dolzarblikni talab qiladigan bo'lib qoldi. Ya'ni biz yana boshqatdan o'zimizda ota-bobolarimiz qilgan o'sha tekshiruvlarda, nimalarda sulolasini bilish joyiga yetib kelib qoldik. Ya'ni vaqt o'tdi, ota-bobolarimiz to'g'ri qilgan ekan degan fikrga. Mana shular orqaligina kelajakda muammoni oldini olib qolish mumkin. Lekin to'g'ri munosabatda hamma men hali ko'rmaganman, kimdir bilan gaplashadigan bo'lsangiz, o'zini yomon tarafidan ko'rsatadigan odamni ko'rmaganman. Odamda tabiatida o'zi ikkinchi tarafga yoki har qanday munosabatga kirishayotganda, hattoki mana shu bozordan narsa oladigan bo'lsangiz ham o'zingizni yaxshi ko'rsatishga harakat qilasiz. Bu odamning tabiatida, ya'ni insonlarda hammaga yoqish, hammaga ma'qul bo'lish nimasi bor. Hech kim o'zining yomon tarafini ko'rsatmaydi. Lekin ikkinchi taraf qanaqa baholaydi? Buni obyektiv baholaydimi, yo'qmi? O'shaning uchun kutiladigan holatdan haqiqiy holatga to'g'ri baho berish doimiy ravishda to'g'ri qaror qabul qilishga olib keladi. Qo'shxotinlik illatini kelib chiqadigan bir asosiy, yana bir asosiy demaymiz, bu ham bir qanaqadir foizlar desak ham bo'ladi. Ota-onalarni o'sha uydagi kelindan noroziligi va ya'ni o'sha o'g'lini o'zlari orzu havas qilgandek, tasavvur qilgandek o'sha ikkinchi xotinga uylantirish, ya'ni o'sha ikkinchi xotinga farzandlariga tavsiya berish holatlari ham bo'ladi uchragan hayotda. Mana shunga siz advokat sifatida. Bu illat ham bor. Ya'ni qaynona asosan ko'pincha qaynonaning nimasi bo'ladi. Bu qaynona mana qaynona bilan kelin munosabatlari to'g'ri bo'lmagandan keyin farzandiga yo kelinni pasaytirish yoki ko'rsatib qo'yish uchun qilinadigan holatlar ham juda ko'p uchrab turadi. Ya'ni men bemalol qiz bolaga uylantirib qo'yaman, ertaga sendan zo'r bo'ladi yoki haqiqatdan ham o'g'lini, farzandini targ'ib qiladiki, ikkinchi oilani qurishga. Bu ham bor. Lekin bizda holatimizda buni huquqiy bahosi yo'q, oilaga aralashadigan moddamiz bor, lekin buni ishlash mexanizmi zo'r rivojlanib chiqmagan. Bu haqda bizda huquqshunoslar ham o'ylaydi, buni qanaqa bir yechimi bor, lekin bu shaxs munosabatlari. Ya'ni
farzandniki nimaga munosabati, farzandga kelajagiga nisbatan manmanlik munosabati. Ya'ni men har narsani hal qilaman. Ya'ni buni shaxs sifatida shakllanmasligiga olib keladi. Mana men ko'raman, 40 yoshga 50 yoshga kirganda ham onasini nimasidan, umuman onani nimasidan chiqmaydi. Uni hatto shunaqa vaziyatlar bo'ladi, aytadiki, onasi urdiganligi uchun urdi degan gaplarni eshitaman. Sudlarda aytadi, onasi urdigani uchun. Lekin bitta narsani tushunish kerak. Sizni farzandingiz farzand, boshqani farzand emas. Siz o'zingizdagini gul deb hisoblasangiz, uni unimaydi, uni aybi nima edi? Mana shu nuqtai nazardan giperopeka, ya'ni farzandga nisbatan o'ta talabchanlik, farzandning hayotiga o'ta aralashishlik oqibat keltirib chiqaradi. U katta inson bo'lib qoldi. Bu yetishdi 20 yoshdan keyin endi o'zi xato qilish huquqiga ega, o'zi hayotini qanaqadir tanlovlarda amalga oshirishga ega degan nuqtai nazardan farzandni chetlatishgina u hayotini to'g'ri yo'lga olib keladi. To'g'ri, biz doimiy ravishda ota-onamizni fikriga muhtojmiz. Ota-onamiz bizdan ko'proqni ko'rgan, hayotda ko'proq nima qilgan, yaxshilik yomonliklarni bizga nisbatan yaxshiroq biladi. Lekin ayrim holatlarda aynan mana shu narsa o'ta qattiq e'tiborga berish tuppa-tuzuk oilalarda buzilishiga olib keladi. Bunda men doimiy ravishda nima qilib qoladigan, nima fikr bildiradigan va g'oya sifatida taklif qiladiganim, qaynonalar iloji boricha aralashmaslikka harakat qilinglar. Bular ham shaxs. Endi mana e'tibor beringda, biz sudda ko'p beriladigan savollardan bittasi, yaqin qarindoshlaringiz kim deganda, kelinga nisbatan yaqin qarindosh turmush o'rtog'i bo'ladi. Qaynotasi, qaynonasi bo'lmaydi. Biz o'zimiz hayotiy tarzimizdan biz buni bir oila deb hisoblaymiz, lekin qonun nuqtai nazaridan unaqa qaramaydi qonun. Qonun oila deganda bitta ayolni eng yaqin insoni sifatida turmush o'rtog'ini, ulardan so'ng farzandlarini ko'radi. Qaynona, qaynotalar qachonki oilada bir kishi bo'lmagan holatda ularning huquqi paydo bo'ladi yoki ularning farzandlariga nisbatan huquq bo'ladi. Ularni bobo bilan ko'rishish, bobo bilan uchrashish, vaqt o'tkazish, tarbiyalar, mana shu masalalar farzand tug'ilgandan keyin ko'riladi. Buni bizda qonun bilan hayot tarzini mutanosib bo'lmagan nuqtalar. Bularni ham qanaqadir qonun doirasida qanaqadir tenglashtirish kerak, qonun bilan ishlash kerak, insonlarga targ'ibot qilish kerak bu narsani. Mana shundagina menimcha yechim topilsa kerak deb o'ylayman. Huquqshunos sifatida, advokat sifatida qanaqa baholaysiz mana shunday illatlar yo'q bo'ldi deylik jamiyat? Nilufar, meni o'zimni shaxsiy fikrimni agar so'raydigan bo'lsangiz, bu nima deydi? Meni shaxsiy fikrim bu, menimcha agar haqiqatdan ham qo'shqotillikda yo'qotilsa, jamiyatda barqarorlashadi, munosabatlar qattiqlashadi, ya'ni bir-biriga bo'lgan munosabatlar kuchayadi. Mehr-muhabbat xotirlar o'rnatadi. Bu yaxshi oqibatlarga, yaxshi natijalarga olib keladi albatta. Farzandlar to'la-to'kis oilalarda tarbiyalanadi. Ya'ni farzandlar kelajakda ham xuddi shunaqa shablon tariqasida, xuddi shunaqa bitta ayol, bitta erkak tushunchali oilalarni tuzish bilan bu oqibat beradi. Ajrimlar kamayadi. Ajrimlar kamayadi, lekin yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Doimiy ravishda ham ajrim aynan qo'shqotillik bilan bog'liq emas. Ajrim bu ikkita odamning munosabati. Qo'shqotillikni bartaraf qiladigan bo'lsak, menimcha ancha jamiyatimiz barqarorlashadi va fokus, ya'ni e'tibor boshqa muammolarni hal qilishga beriladi. Sabab juda ko'p holatlar, juda ko'p e'tibor aynan mana shu nosog'lom munosabat, siz aytgandek любовный треугольник deymiz yoki uchburchak, sevgi uchburchagi deb aytadigan holatlardan kelib chiqadi. Hech kim o'zini ulushini birovga berib qo'yishni xohlamaydi va buning oqibatida janglar chiqadi, munosabatlar, oqibatlar, kelajaklar, buzilgan taqdirlar. Bermoq, jon bermoq deb ayollar hazil qilishadi-ku. To'g'ri, shunaqa oqibatlarga olib keladi. O'shaning uchun meni fikrimcha buni o'zi prezidentimiz e'tiborga bergandek, kelgusi bir 5 yil, 6 yil ichida buni keskin kamaytirishga huquqiy programmalar, mexanizmlar ishlab chiqiladi degan fikrdaman.